Assalomu alaykum akalar. Mana Damas avtomashinasini ham ishlik-yo'qligini tugatib oldik. Buni oldingi holatini ham olmoqchi edik, faqat shohidlarimiz yechib qo'yganicha ola olmay qoldik. Buni endi ligirovka qilgan holatini ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa juda ham yengil, ko'rishlar ham mumkin. Buni ham bitta barmoqqa yopiladigan qilib qo'ydik. Bitta barmoqqa yopiladi. Orqa ishlarimizni ham ko'rsatamiz. Mana juda ham yengil. Yopilishlari. Bir barmoqqa yengil yopsa ham yopilaveradi. Liniyalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Liniyalari ham juda ham tekis, chiqib qolgan joylari yo'q, tiriqlamaydi. Xudo xolasa bu tomonlarni ham ko'rsatamiz. Eng ko'p ishlaydigan eshigimizni ham xudo xolasa yengil qilib qo'ydik. Ko'rishlar mumkin. Mana yengil bitta qo'lga mana yopiladi. Old eshigimizni ham ko'rsatamiz. Old eshigimiz ham juda ham yengil mana. Bitta barmoqqa ildik, bitta tilga. Xudo xolasa buni ham chiroyli qilib mana ligirovkalarni qilib qo'ydik. Mana bir barmoqqa yaqindan yopiladi mana. Bitta tilga ildik, yopildi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Xudo xolasa Damaschilarga jo'natib qo'yamiz.